Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi video uchun Urganch shahri 6-dahada Euro remoddan ta'minlangan 4 xonali kvartirani sotib chiqdi. To'g'rimi? Parkni ko'chasi obunachilarimiz. Bu tomonimizda har xil tomonga chiqib ketadi yo'limiz. Esa ichallar bilan tushuntirib o'tsak. Ina obunachilar kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim deb prixoshga zo'ran, prixoshga o'tilgan konsollar qo'yilgan zifli filmanki. Joyimizda chiroyli yangi ta'minlangan ayrim sabablar sotadi. Spawnimizda ishlarimiz hem de besh qaroqlanishli. Bu yerda yana bir spawn joylashgan ayrim jihoz qoladi. Ayrim jihoz olib ketiladi ekan. Bu yerda yana bir spawnimiz. 3 ta spawndan iborat ekan. Fotogram fonda hojatxona, yuvinish alohida joylashgan ekan. Endi hojatxonamizga muntazam o'zgargan, hamma o'zgargan ekan. Endi samodelimiz dushman kabinasi o'tilgan ekan. Rakoynamiz bor ekan, kiyim boshlanamiz. Zal qismimiz yana zalimiz görüşler mümkün. Zalimizdan balkon açılgandan yana bir xonacha bo'lib turibdi ekan. Televizorlar savdoning ustida kelishadi. Endi oshxonani e'tibor etsak, oshxonamizdan görüşler mümkün. Chiroyli kuxonyalar to'silgan ekan. Benim seni ovqatlama merasi o'tilgan ekan. 9 kontli kotlovlar ega. Shunda bo'lsa narxni olsak 520 million so'm. Telefon istasangiz 530 millionga chiqadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.